Qo'qondagi G'isht ko'prik mahallasi yoxud G'isht ko'prikning tarixiga yuzlansak, obuna bo'ling, mingboshi oydinlik kiritadi. Bu mahalla 1826-yilgacha Beshariq nomi bilan mashhur bo'lgan. Uning bunday atalishi hozirgi Beshariq tumani bilan mutlaq aloqador emas. Mahallaga bunday nom berilishiga sabab qadimda Qo'qondan oqib o'tgan ulkan soy yoxud Qo'qonsoydan chiqarilgan shaldiroq arig'i ayni shu hududga kelganda 5 qismga bo'linib ketgan. Shu tufayli ham bu hududlar shunday nom olgan. G'isht ko'prikning barpo etilishi esa xonlikning yirik davlat arbobi Xo'ja Dodxo hazratlari bilan bog'liqdir. Asli ismlari Bahodir Xo'ja Orif Xo'ja o'g'li bo'lmish bu shaxs 1826-yilda xuddi shu yerda savob uchun o'z mol-mulklaridan eski bostirma ko'prikni olib tashlab, yangi ko'prik barpo ettirganlar. Bu ko'prik o'z zamonasining mukammal muhandislik inshootlaridan biri edi. Uning o'zi va asosi ham suvga chidamli mustahkam pishgan g'ishtlardan urib chiqilib, 6 ta ravoq, ya'ni arkdan iborat bo'lgan. Suv shu arklardan o'tib turgan. Ko'prik butunlay g'ishtdan qurilganligi tufayli ham G'isht ko'prik nomini olgan. Undan tashqari 4 chetidan minora ham ko'tarilgan bo'lib, ko'prik ustida 4 ta do'kon va ko'plab mavsumiy do'konlar mavjud bo'lgan. Ya'ni ko'prik shunchaki ko'prik emas, balki savdo rastasi vazifasini ham bajargan. Dastlab ko'prikning usti yopiq holatda bo'lib, lekin keyinchalik Chor Rossiyasi bosqini paytida savdo rastalari va ko'prik tomi yonib ketadi. Qaytadan yopilgan tom esa 1918-yil fevral voqealarida yonib ketgan. 1936-yil butun turgan ko'prik olib tashlanadi va uning o'rniga yangi temir beton ko'prik barpo etilgan. Ko'prik buzib tashlangan bo'lsa-da, bu nom mahalla nomi sifatida hozirgi kungacha saqlanib qolgan va xalq ichida bu hudud hali hamon G'isht ko'prik nomi bilan atab kelinmoqda.